Rostgo'ylik. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugun biz rostgo'ylik haqida gaplashamiz. To'g'ri so'zlik har qanday holatda ham gapning rostini aytish, to'g'ri guvohlik berish inson axloqining eng zarur sifatlaridan biridir. Alloh taolo to'g'ri so'z, haqqoniy so'zlaydigan insonlarni darajasini ko'tarib, ularni maqtaydi. Aksincha, yolg'on so'zlaydigan, yolg'on guvohlik beradigan kimsalarni qattiq qoralaydi. Rostgo'ylik bu haqiqatni aytish va o'zingizni ham, boshqalarni ham aldamaslikdir. Bolalar uchun rostgo'ylik bu haqiqatni gapirish, ya'ni o'z xatolarini, qiyinchiliklarini yolg'on gapirmasdan rostini aytish. Adolatlilik, barcha ishda to'g'ri bo'lish va yolg'on-u aldovdan uzoq turish. Ishonchga sazovor bo'lish. Rostgo'y odamlarga boshqalar ishonadi va ularning so'zlariga ishonishadi. Yaxshi fazilat. Rostgo'ylik bu ezgulikka eltuvchi, insonni yaxshi ko'rsatuvchi xususiyatdir. Rostgo'y bo'lish uchun, qadrli bolajonlar, rostgo'ylik nima ekanini, rostgo'ylikning fazilati va nega rost gapirish kerak ekanini bilib olganingizdan so'ng, orangizda ba'zan yolg'on gapirib qo'yadiganlaringiz bo'lsa, rostgo'y bo'lish uchun nima qilish kerak deb o'ylayotganlar bo'lsa kerak, Keling, buning uchun sizga ba'zi tavsiyalarni beraman. Rost gapirish, yolg'on gapirmaslik uchun yolg'onchi bolalar bilan do'stlashmang. Ular bilan birga yurmang. Ular bilan birga yursangiz, siz ham yolg'on gapirishga odatlanib qolishingiz mumkin. Yolg'on gapirish oddiy hol, yomon ish emasdek tuyulishi mumkin. Shuning uchun rostgo'y bolalar bilan do'st bo'ling. Hamisha rostgo'ylar bilan birga bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.